Assalomu alaykum. Bu davomi. Albatta podpiska tugmasini bosing va albatta siz o'zingiz haqingizda bilmoqchi bo'lsangiz Telegramga o'tsangiz yoki sana qoldirsangiz siz bilan shaxsan ishlayman. Ya'ni endi esa siz diqqat bilan quloq soling. Bundan oldingi videoda albatta men aytdim qanday bu kombinatsiya kelib chiqqan holatini va har bir insonni aynan tug'ilgan sanasi va uning oyi uni bir-biriga qo'shgan paytingizda sizda ota qanotingizni beradi. Ya'ni bizda unaqangi palapartish yo'q. Hamma narsa yer olamida konkretni, aniq va tiniq berilgan. Shuning uchun bu yerda 7 energetikasi berilgan. Bu inson otasidan nima oldi? Biz ko'pincha minus holatida olamiz va bizni darsimiz plyus holatiga aylantirishimiz. Ya'ni oldin biz plyusdan nima anglashimiz kerak va undan so'nggina bizda shunday harakat boshlanadi. Qarangki, otadan nima tekkan? Bu insonda markazda tura olishi uchun uni aynan markaz energetikasi ham bor. Bu sizda tug'ilgan sanalaringiz orqasidan kelib chiqadi. Va bu inson markazda 7 energetikasida turgan bo'ladi. Va otadan ham 7 energetikasi. Shuning uchun eng katta преимущество, ya'ni uni foydasi bu insonda, ya'ni dadasidan qabul qilgan paytida aynan u o'zini topadi, markazda qanday tura oladi. Markazda hamma ham o'zini tanimaydi, turishni bilmaydi, qachon tura oladi, kim ekanligini, qanday energetikada ekanligini bilsa. Va men hozir ikkalasini birga qilib aytaman. 7 bu aynan kuch. Inson minusda o'ziga qarshi insonlarni chaqiradi va har qanday do'stonga dushman bo'ladi va u dushmanni ustidan o'zini donoligi bilan, o'zini ilmi bilan yutadi va u g'olib hisoblanadi va u kuchli ekanligini bir umr isbotlab o'tadi. Aslidachi u inson o'zini otasi, ya'ni dadasini qabul qilgan paytida buni energetikasi aktivlashadi va unda tabiiy kuch, tabiiy analiz, ya'ni har bir narsani analiz qila oladi, anglash tabiiy va qaror qabul qilish va albatta so'ng harakat. Aniqlikni yaxshi ko'radi 7 soni va o'ta dono bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz 7 soni bu xuddiki kalit va bu ilm kaliti. Va endi biz